farzand uchun ota-ona oddiy bo'lmaydi. Otamizdan, onamizdan biz uchun ulug' inson yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy bir dehqon bo'lsa ham, siz olimu, shayxu, murattab qori bo'lasizmi? Otamizning oldida biz ham hech kim emasmiz. Masalan, meni hozir shu yerga tepaga chiqarib qo'ydinglar. Sizlarga va'z aytyapman. Bir katta masjidni imomiman. Hammanglar menga qarab turibsizlar, suhbatimni eshityapsizlar. Sizlarning oldinglarda hurmatim bo'lishi mumkin. Lekin otamni oyoqlarini patak emasman men. Farzand shunday deb bilish kerak. Ota oyog'ini patagiga ham to'g'ri kelmaydi farzand. O'zini shunday kamtar tutish kerak. Otam, onam deb yursanglar yigitlar kam